Assalomu alaykum tug'anlar. Mana kuzda ekilgan malinalar. Bu yil yaxshi yomg'ir ko'p. Malinalar butkul ko'ktadi. Aralig'i 1,5 1,60. Chop motoblok salib shunday birinchi motoblok saldik, anan chapdik. Men o'ylaganimda motoblok salib turli o'tib qo'yayın deb o'tib qo'yganimda. O'tib qo'ysam, o mayda cho'pdir, tamirlari qilatgandan cho'p qayerga chiqib ketayotgan. Motoblokni salımdan qayradan chop saldim o'ntib. Yağmur yağsa dile çöp çok. Yaxshina qaytiradi. O'sib 2023 kuzda ekilgan. Hozir 2024 may ayı. Уже birinchi yil ile kishnakay bo'lib oldi. O'ntib guldab qolibdir. Buyursa 20 sotuktan başladık. Bismillah de öyle. 20 sotuk. Kalganda ulan tavız. Şunda nake kempirim çoğu otat. Nake motoblok salıp duruyla otop koysak qayırla mont çöptür çıkıp alıp atat da. Otadan tamirlari qalib ketayotganda üzülüp shunday mo'j bir 10 ariqday qoldi. Chavilganlar tamirlarda chavilib tap-toza bo'lib qalatgan bar suv qo'yganda chiqadi. Bir chavib qo'ysak yaxshi bo'ladi ekan. Kommentariyaga so'rovlarni yozamiz, javob beramiz.